Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga Zarvango ilovasidan qanday qilib taksi buyurtma qilishni ko'rsatib beraman. Buning uchun biz Zarvango ilovasiga kiramiz va ilova bizni hozirgi turgan manzilimizni avtomatik belgilaydi. Shuningdek, xaritadagi pin tugmasini bosish orqali bizning hozirgi turgan manzilimizni yana bir bor aniqlashtirishimiz mumkin. Pastki qismida bizda ekonom, komfort, biznes, ayol taksi va Damas tariflari bor. Biz o'zimizga mos tarifni belgilaymiz. Misol uchun ekonom va taksi chaqirish tugmasini bosamiz. Va bizning buyurtma yaqin atrofdagi haydovchilarga yetib boradi. Haydovchilardan biri buyurtmamizni qabul qilgandan keyin biz haydovchining qancha muddatda kelishi, mashinasining rangi va raqami va haydovchining rasmigacha ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari biz haydovchiga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilish imkoniyatiga ham egamiz. Misol uchun telefon qilish tugmasini ezamiz va haydovchiga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilishimiz mumkin. Endi istaklar bo'limida siz qo'shimcha qulayliklarni tanlashingiz mumkin. Misol uchun tinch salon va konditsioner yoki yuk uchun joy kerakligini belgilash imkoniyati mavjud. Bagaj yoki katta bagaj. To'lov bo'limida esa siz karta, naqd pul yoki bonus tizimidan foydalanishingiz mumkin. Bonuslarni to'plab keyingi safarlar uchun ishlatishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetingizda ismingiz, telefon raqamingiz, safarlar tarixi va qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'lanish bo'limlari joylashgan. Endi biz agar boradigan manzilimizni kiritmoqchi bo'lsak, qayerga tugmasini bosamiz va boradigan manzilimizni yozamiz. Misol uchun Chilonzor. Tasdiqlash tugmasini ezamiz va darhol ilova narxni va borish vaqtini hisoblab beradi. Misol uchun ekonomda 5100 so'm, komfortda 6100 so'm. Va taksi chaqirish tugmasini ezamiz. Shuningdek, ilovada jo'natma xizmati ham mavjud bo'lib, yuklarni yetkazib berish juda qulay va oson. Biz bu yerda dastavka yoki yuk tashish servislaridan foydalanishimiz mumkin. Ilovada servis va tumanlar aro xizmatlar esa tez orada ishga tushadi. Xulosa qilib aytganda, endi Zarvango ilovasi orqali taksi buyurtma qilish juda ham oson va qulay. Hech kimga qo'ng'iroq qilmasdan birgina tugma orqali manzilingizga yetib oling.